Assalomu alaykum, Jahongir To'y kanalining aziz obunachilari va doimiy ravishda kuzatib boruvchilar, aziz aka-ukalar, aziz opa-singillar, xabarlaring bor. Biz doimiy ravishda Sankt-Peterburg shahridan ish qilib boramiz. Shu jumladan Sankt-Peterburg shahrida chiqargan ishlarimizdan Pikana zavodida. Pikana zavodga biz aytib o'tgandik, hozir 4 ta 5 ta opa-singillarimiz bor joylashtirdik. Bizga yanada odam kerak bo'lyapti. Yana hozir 6 nafar inson kerak. Alohida Pikana, ya'ni bu Pichini zavodga, Xilib zavodga ishlari juda ham oson, oyliklarni aytib o'tganmiz, 90 ming oylik hamda yotar joylari, kvartira yoki общежит, har narsa besplatni dokumentlarni qilib beradi. Albatta qaysi ma'noda dokument qilib beradi? Dokumentlari bor insonlarni patentlarini to'lab beradi, registratsiya qilib beradi, kvartira hammasi ishda, hammasi besplatni bo'ladi. Chista 90 ming oyiga oylik oladi. Buni aytib o'tganmiz, yana qaytarib takrorlaymiz. Endi bugungi yangiliklarimizdan biri, shu bugun bizga telefon qilib, o'sha zavod direktori aloqaga chiqib menga aytdiki, 4 ta o'g'il bola kerak, ya'ni yoshi shu 18 dan 40 yoshgacha bo'lgan, rus tilini yaxshi bilish kerak, obязательно, hamda o'qish yozuvlarni bilish kerak. Chunki uni ishi boshqacharoq. Pikani zavodda mashinalar misol shartnoma bilan misol magazinlarga Pikanidan xilib pichini berilayotgan bo'lsa, o'sha tovarni nakladnoyni qo'liga beramiz. Nakladnoyga qarab tovar ajratadi. O'shanga 4 ta bola kerak, tilni yaxshi bilish kerak. Oyligi 3 ming emas, 3,5 ming qilib beramiz degan. Shu uchun aziz aka-ukalar, kimda mana shu bizni chiqarayotgan videolarimizga qiziqsa, ish kerak bo'lsa, 100% dokument bo'lish kerak. Men hozir bunga menga tashingala so'ylarni qo'yishtiraman. Albatta ishtasi lozim ona. Shu jumladan aka-ukalari, opa-singillar yana bizga odam kerak. Faqat endi 4 ta deganimizga 4 ta aka-ukamizdan tashqari odam kerak emasligiga hayolga bormaylar. Bizga 10 ta, 15 ta bo'lsa ham odam kerak. Faqat ularning oyligi aytib o'tganimizdek 3 ming rubldan faqat 4 kishiniki 3,5 mingga chiqqan. Sababi bular rus tilini yaxshi bilganliklari uchun hamda nakladnoy bilan, ya'ni qog'oz bilan ishlaydilar. Shuning hisobiga 4 ta aka-ukalarimizning oyliklari 3,5 mingdan, o'sha sharoit, lekin обычный doimgidek hamma dokumentlarni qilib beradi, to'lovlarini, registratsiya, kvartira beradi o'zlari. Darojniy karta berishadi. Hozir menga adres yozib tashlagan, mana bu yerda adresi bor. Adresda ko'rsatilgan bo'yicha kvartiradan ish joyigacha 17 minutlik yo'l piyoda borib keladi. Mana o'zini tashlagan голосовойni men batafsil ish to'g'risida o'taman hozir. Жахангир, смотри, мне нужно 4 человека. 4 человека. Ставка 3500. Но главное, чтобы они знали русский язык и документы были на Санкт-Петербург. Ну, то есть 3500 и дальше все вот, как всегда, там проживание бесплатно, там делают регистрацию, все вот так. Чек платят, все вот так вот у нас. Mana aziz aka-ukalar, opa-singillar ishlayapsizlar. Mana o'zi menga misol galasoy tashlagan shu direktor, o'zi misol hamma sharoitini tushuntirib o'tgan. Bu yerda ko'plab misol galasoylar tashlagan, men eng kerakli joyini sizlarga qo'yishtirdim. Xullas, agarki kelmoqchi bo'lsalaring, tezlikda srochniy odam kerak, murojaat qilinglar. Telefon nomerimni qoldirib o'taman video davomida. Hozir ham aytib ketaman, eslab qolinglar. Ko'plab menga yozayotgan insonlar Telegramdan, YouTube orqali misol bizga kommentariy qoldirayotganlar, nomeringiz yo'q-ku, qanday murojaat qilamiz, qanday topamiz deb doim so'raysizlar. Men doimiy videoda aytib o'tganman, 8901 503 0054 raqamiga chiqsalaring aloqaga, bu o'zimning telefonim 24 soat ishlaydi, javob beraman. Hattoki kommentariy yozinglar, agarki nomerimni topolmaganlar, savollaringga batafsil harakat qilaman javob berishga, chunki kommentariy ham ko'p, har birini o'qib olmayman, buni tan olish kerak. Chunki bitta o'zim men sizlarga aytib o'tganman, данное время admin yo'q menda. Admin ketgandan keyin ma'lum bir sabablarga ko'ra qaytib kela olmay qoldi. Va hozir bu admin bitta o'zimligim uchun qiynalyapman ozgina, ham ishga borish, ham joylarga odam joylashtirish. Shunaqa video ko'p odamlarni joylashtiryapman, video qilishga imkoniyatim yo'q. Ko'p odam so'raydi, video chiqarmayapsiz deb. Video chiqarmagan sababi shu. Misol, ko'p aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz bor joylashtiryapman. Hozir ham mana yaqinda 4 ta yo'l kishini bor joylashtirdim. Lekin bu aytganimda video xizmat qilayotgan odamim yo'qligi uchun video olganim yo'q. Shunchaki ishni joylashtirib, telefon orqali ishlab boryapman. Lekin men odam kerakligi uchun mana video qo'yayapman o'zim. Ishga kelgan paytim o'zim nashni ishlayman smenada. Kelgan paytim shu korxonamda, ishxonamda bemalol video qilishga imkoniyatim bo'ladi. Telefonni qo'yib, video qilib boryapman. Aziz aka-ukalar, mana shunaqa ishlarimiz ko'p. Keyin bizga yana bir ish chiqqan, o'zim aytib o'taman. O'sha ham Parnik, Teplitsa, kimlarga qiziq bo'lsa, Teplitsaga ishlagan aka-ukalarimiz bo'lsa bilishadi. Teplitsada ish bor. Saratovda bizga telefon qilishdi. Ozarbayjonlarni bir Teplitsa, katta bir Teplitsasi bor ekan. O'sha yoqqa qishin yozin
ish bor, faqat iloji bo'lsa semya, oilaviy eri xotinlar bo'lsa deyishyapti. Shunga murojaat qilishlari mumkin. Teplitsada ham ish bor, yotar joylari, yeb ishlari, xuddi hamma sharoitlarni qilib beradi. Patent dokument to'lovlarini qilib beradi. 60 ming chista oylik. Semya bilan kerak. Faqat hozirgi damda огурцы, bodring, pomidor terish kerak, korobkaga solish kerak. Ana shunaqa ishlar bilan shug'ullanadi. Marhamat qilib bizga videoga aloqaga chiqinglar. Agar biror bir yana qiziqqan savollaring bo'lsa, bizlar batafsil javob beramiz. Saratovda ham ish bor. Saratovda ham sonini ahamiyati yo'q. 10 tagacha oilaviy semya, beoila bo'lsa ham 10 tagacha odam oladi. Unda yoshning ahamiyati yo'q. Pikarniga yoshini aytib o'tganmiz, 18 dan 40 yoshgacha, Saratovdagi nimaga, parnikka to 60 yoshgacha mumkin. 18 yoshdan 60 yoshgacha semya bilan kelib ishlash mumkin. Bu aytib o'tganimizdek, hamma dokument yeb ishda yotoq joylarni beradi, 60 ming chista oylik. Ammo pikarnimizda aytib o'tganmiz, 90 ming chista oylik hamma sharoit qilib beradi. Aziz ko'kalar, opa-singillar, obuna bo'lmagan bo'lsangiz albatta obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'ying, hamda podpisatsiya tugmasini bosishdan chiqib qolmang. Bu ko'plab bir insonlarni ko'rishiga, besh yurgan ko'ka opa-singillarimizni ish bilan ta'minlashga katta yordam qilgan bo'lasiz. Mana misolimiz ko'rib boramiz, kuzatib mana ishda kommentariyalar bo'ladi, ko'p insonlar prosmotrlar bo'ladi. O'sha prosmotrlarda misol 1000 ta odam misol keltirib aytaman, 1000 ta odam ko'raytirgan bo'lsa, 1000 ta odamdan 20 ta, 30 ta, 50 ta like bosiladida. Shu har bir inson ko'rgan sonda iltimos qilardimki, like tugmasini ko'proq bosinglar. Maqsad bu videomiz ko'proq tarqalsin. Bu misol sizlardan hech nima vaqt ham olmaydi, pul ham xizmat qilmaydi bu bitta like'laringga. Faqatgina yordamlaring shu videoni ko'proq tarqalishiga sababchi bo'lasizlar, o'z hissalaringizni qo'shasizlar. Alloh rozi bo'lsin. Biz ham xursand bo'lamiz bu narsadan. Ko'plab insonlar shu videomizni ko'rib bizga murojaat qilsa, bizlar albatta qo'ldan kelgancha yordam qilib, mana shunaqangi yaxshi ishlatib qo'yamiz. Mana bu sharoitlar zo'r hozir. Mana 3,5 mingdan berib ish kuniga. Ya'ni hamma sharoitingizni qilib bersa, bu 4,5 mingga to'g'ri keladi. Modomiki shunday ekan, harakat qilib bizni mana shu videolarimizni ko'proq kuzatib borib, ko'proq like bosib, ko'proq tarqatishga harakat qilinglar. Kim Peter shahrida bo'lsa, Sankt-Peterburg dokument bilan aytib o'tdi. Hozir mana direktor ham dokumenti tayyor bo'lsa, besh bo'lgan aka-ukalarimiz bizga murojaat qilinglar. Ayollar bo'lsa ham mayli. Hammalarini ishga joylaymiz harakat qilib. Bizga hozir nechta odam bo'lsa farqli olib borib joylaymiz. Shu Begava metrosiga yetib kelsa, men o'zim shu metro Begavada istiqomat qilaman. Shu yerda kutib olib, albatta olib borib, ish joyi bilan ta'minlab, ko'rsatib, hammasini chiroyli bir video qilib, sharoitlar bilan tanishtirib kelaman. Shu bilan aka-ukalar, opa-singillar, sizlar bilan yangi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar, o'zlaringizni asranglar. Yaxshi videolarda ko'rishguncha.